Assalomu alaykum. Asllari hayot kanalimiz kuzatuvchilari. Kuzgi qarovlarimizni boshladik. Asallar arlarimiz asalga ishlaganlari ham bor, ishlamaganlari ham bor. Har xil holatda. Bitta bizda emas, hamma asallarchilarda shunday. Sababi asalga zo'r berilib ketib, bola qo'yishni keskin qisqartirgan arlar hozirgi kunda ishchi arlari yo'qligi sababli asal yig'magan, faqat bola yig'ish uchun bola to'plash uchun asal yig'ib yotdi. Mana bu oilamiz o'rtalik ishlagan oila ekan. Yana ko'rsatamiz. Mana bu uyada pishgan rasplot bor, lekin qora romkali bo'lgani uchun buni diafragma, mana diafragmani qo'ydik uch. Mana ko'tarib ko'rsataman bir o'zimligim uchun. Shogirdlar ham bugun mana tepada asali bor. Mana bu yerga hali tuxum qo'ymaganda mana bunaqa pishib chiqib ketayotgan va chiqayotgan mana yosh arlar yuribdi. Rasplotlar bor. Bu qoraroq romka. Bu faoliyatini to'xtatadigan davri keldi. Mana bu ham xuddi shunday qora romka, faqat asalli ekan. Mana bu oppoq romka, lekin bunga ari ilashmay turibdi. Bu yildan keyinga mana busi ishlaydi, mana busi ishlaydi, mana busi faqat asal paytida ishlashi mumkin. Va mana bu diafragmadan keyin ketgan asallik va gulchanglik, o'rtada rasplotli romlar. Hozir endi bu arilar poli chiqib bo'lgandan keyin diafragmani bu tarafiga, mana bu yerga to'plagan ozgina asalni olib, bu tarafga to'ldiribroq yig'adi va ikkinchi asalni olamiz. Mana karmushkamiz turadi buni ustida. Teskari qilib qo'yamiz. Bu asalni olgandan keyin bunga shakar berib, qishga oziqlantirish uchun qo'yamiz. Yosh archilarimizga va bilmaganlar uchun tavsiyamiz, iloji boricha mana paxta, yantoq dalalardagi asalni o'ziga yetadi deb asalni olgandan keyin qoldirmang. Sababi bu paxta bilan yantoq, cho'l hududidagi asallar kristallanadi, toza tog' asaldan tashqarisi. Shu kristallanish natijasida asallarlar bundagi asalni yiy olmaydi, qishda kristallanib qotib qoladi va ovqati bo'lib turib ochlikdan o'ladi. Shuning uchun oxirgi asalni hammasini yaxshilab olib turib, undan keyin asalni olgandan keyin undan keyin arini kuchiga qarab ovqatini berib qishloqqa kiritamiz. Mana hozir diafragmadan bu tarafga asallar olib o'tadi. Xudo xolasa avgust oxirlariga sharoitga qarab asalni olamiz. Keyin bularni qishloqqa tayyorlaymiz. Mana bo'ldi. Hamma uyalarimiz shunday qarab chiqyapmiz. Videoni asalarichi tanishlaringizga, asalarichilikda o'rganmoqchi bo'lgan tanishlaringizga yuborib qo'ysangiz va maksimalni tarqatib videomizga like bosib, kommentariy yozib, mana bunday qovoqarlarni o'ldirish kerak endi. Chunki bular bittasi kuniga 7-8-10 martagacha arini olib ketadi, shatda bo'lib borib uyasiga yeb o'zini bolalarini rivojlantirish uchun qo'yadi. Mana nukleuslarimiz bular ham faoliyatini to'xtatdi pashti. Chunki ichida ari qolmadi. Tarqatib yubordik. Bir ikkitalari qochib ketdi. Shunaqa. Sog' bo'lasizlar.